Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilarimiz. Charchamayapsizlarmi? Salomatmisizlar? Bu apparatimizni anchadan beri obzor qilaman deb yurganim, lekin shu vaqtgacha vaqt bo'lmadi va nihoyat mana sizlarga kerakli, foydali bo'lgan bitta yana apparatimizni obzor qilishga qaror qildik. Bu apparatimizning nomi, ya'ni brend nomi Prox deb nomlanadi va bu model Pro 620. Bu apparat kimga kerak? Agar sizni katta yuk mashinangiz bo'ladigan bo'lsa, fura haydaydigan bo'lsangiz, yoki traktor haydaydigan bo'lsangiz, yoki dala texnikalari bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, yoki dalnibo'yga, ya'ni dalni yo'llarga qatnaydigan taksi, farqi yo'q. Avtomobilga sohasiga tegishli ishda ishlaydigan bo'lsangiz yoki butun umringiz davomida shu avtomobilga taalluqli ishlarni qilgan bo'lsangiz, sizda baribir bu apparat bo'lishi kerak. Bu apparatimiz nimalarga qodir, nimalar qo'ldan keladi, qanaqa ishlaydi, hammasi haqida bugungi videomizda gaplashamiz. Sizlar bilan Romay. Bu apparatimiz quyidagi texnik xususiyatlarga ega. Kirish kuchlanishi 22 volt 50-60 Hz, chiqish kuchlanishi esa 12 volt yoki 24 volt chiqarib beradi. Zaryad oqimi esa 0.3 amperdan 5 ampergacha LED displeylar bilan jihozlangan. Ko'rishinglar mumkin. Real vaqtda hamma narsani sizlarga tokli o'lchamlarini hammasini ko'rsatib turadi. Bu qurilmani hozir tashqi ko'rinishi haqida gaplashadigan bo'lsak, mana ko'rishinglar mumkin. Tashqi ko'rinishi qanaqa ishlangan, modellar yozilgan, bu yerda narxlar yozilgan. Narxi eng окончательный. Hamma joyi ko'rib tekshirib olishinglar mumkin. Narxi juda zo'r. Bu yoqda hozir sizlarga bitta tokda ishlatib ko'rsataman, qanaqa ishlashlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qo'yganinglarda birdaniga ichida kuler ishlashni boshlaydi. Ichkarida kuler bor. Hozir ulanmagan bu tarafi. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana bu akkumulyatorga uladigan qismlari juda baquvvat ishlangan, kabellari ancha qalin ishlangan, o'tib ya'ni zavod qilayotgan vaqtida. Bu tarafini ham ko'rishinglar mumkin, kabellari juda baquvvat qilib ishlangan. Apparatimizni plyusi mana bosib, amperini to'g'irlasanglar bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Minimum 0.5 amper, maksimum 5 ampergacha chiqarsanglar bo'ladi. Har bir 0.5 amperda ko'tariladi. Masalan, 1 amper, 1.5 amper, 2 amper, 2.5 amper, 3 amper, 3.5 amper shunga 5 gacha boradi. Charging knopkasini ko'rishinglar mumkin, yashil indikator turibdi. Agar uladigan bo'lsanglar, shu charging ko'rsatadi. Engine startni bosadigan bo'lsanglar, qaranglar, engine startni bosadigan bo'lsanglar, o'sha tok yuborishni boshlaydi. Ya'ni o'chirib qo'ysangiz yoki 24 ga yoki o'chirib qo'ysanglar yoki 12 ga o'tkazsa bo'ladi, mana shuni bosib. Ishlashlari juda qulay. Endi akkumulyatorni hozir buni o'chirib qo'yaman, shovqinlamasligi uchun. Qarang, o'chirib qo'ysam ham ishlayapti. Eng qizig'i, qanchadir muddat o'chirib qo'ysam ham ishlab turibdi. Endi o'shda. Nima demoqchiman? Avtoservisda ishlaydigan bo'lsangiz, shu aytib o'tib ketganimdek, katta yuk avtomobillarni haydaydigan bo'lsangiz, hozirgi yoz faslida unchalik sizga ehtiyoj tug'dirmasligi mumkin, lekin qish faslida juda ham bu narsani sizga o'rni bilinishi mumkin. O'shaning uchun tavsiya qilinadi. Bu narsani hech bo'lmasa bitta mashinaga bitta shunaqa narsa bo'lishi kerak. Uyda yengil avtomobil haydaydiganlar ham, katta aytganimdek fura yoki katta yuk avtomobillarni, yuk mashinalarini haydaydigan akalarimizga baribir olishi kerak bo'lgan narsa. Tashqi ko'rinishlari juda chiroyli ishlangan. Birinchi ko'rganimda bu EPA brendi o'sida ishlab chiqarilganmi deb o'ylaganim, lekin ko'rib turishinglar mumkin, EPA degan hech qanaqa yozuv yo'q. Prox yozilgan modeli. Bu yoqda hamma informatsiyalar yozilgan, ko'rishinglar mumkin. Endi bu yoqda detalni ko'radigan bo'lsak, to'g'risi mana bu yerda chiqadigan narsalar bor ekan. Agar kimda kim tushunsa, shu narsani yozib o'ringlar, mana shu narsa nima? Bu narsalar nima uchun kerak? Ya'ni biror joyga mana bunaqangi kiydirib qo'yish uchunmi, joylashtirib qo'yish uchunmi? Bu yoqda temir konstruksiya bor. Bu konstruksiyani ham nimaga aynan kerakligini to'g'risi tushunmadim. Agar tushunadigan akalarimiz bo'lsa, uni ham kommentariyada yozib o'ringlar, qolganlarga manfaatli bo'ladi. Xullas, to'rt tarafida mana bunaqangi держательlari bor. Nima narsaga bo'lsa, baribir buni vazifasi bor. Endi vazifasini kommentariyada bu narsani tushunadigan aka-ukalarimizdan so'rab bilib olganimiz yaxshi. Mana ko'rishinglar mumkin.
Biz bu apparatni bozordagi narxlarini analiz qilib chiqdik, qadrlonlashlar, ya'ni narxni to'g'ri qo'ydikmi, to'g'ri qo'ymadikmi, keyinchalik muammo bo'lmasligi uchun keyin sizlarga ko'p videolarda hammaga baribir noqulaylik tug'diradi, birorta apparatni reklama qilgandan keyin narxini aytmay o'tib ketish. Buni bir nechta sabablari bor. O'zi narxini aytmay o'tib ketishligini, chunki video YouTube ga qo'yganimizdan keyin doimiy rekomendatsiyalar aylanib yuradi. 5, 6 yil, 10 yillab turadigan narsa. O'sha vaqtda ko'radigan odamga narxi boshqacha ko'rinishi mumkin. Ya'ni agar biz shu vaqtgacha xizmat ko'rsatsak, bizga telefon qilgan vaqtda narxi bunaqa edi-ku, YouTube da ko'rdim deb yozganda noqulaylik tug'dirishi mumkin. Chunki kurs har doim o'zgaradi, narxlar har doim o'zgaradi. Lekin sizlarga narxini aytib o'tib ketaman. Bugungi hozir obzor qilayotgan vaqtimdagi narxi 598 ming so'm. Apparat 12 ta viloyat bo'yicha dastlabki xizmatimiz bor. Qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar biz dastlabki qilib bera olamiz. Agar dastlabki qildirmoqchi bo'lsanglar, pastdagi telefon raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. Bozordagi narxini aytib o'tib ketganimdek, bozordagi narxlarni analiz qildik. 580 mingdan boshlab 670 ming, 700 minggacha bu apparatni sotishayotgan ekan. Bizda ko'rib turganinglardek 598 mingga sotuvga qo'yganmiz. Roma do'konining ikkita filialidan xarid qilishinglar mumkin. Bittasi Termiz shahrida, eski sentr bozorida joylashgan Roma do'konidan, ikkinchisi esa Termiz shahri Taxta bozor hududida joylashgan Roma do'konidan xarid qilishinglar mumkin. Undan agar Termiz Surxondaryolik bo'ladigan bo'lsanglar, yo'q, biz kela olmaymiz, bizga uzoqlik qiladi deydigan bo'lsanglar, biz aytganimdek 12 ta viloyat bo'yicha dastlabki qilib berish xizmatimiz bor. Agar sizlarga shunaqa apparatlar obzori qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki bunga o'xshash apparatlarimiz ko'plab obzorni qilib boramiz, xudo xolasa. Undan tashqari bizda samoyka biznes haqidagi videolarimiz bor, kanalimizga kirib ko'rishinglar mumkin. Biz Surxondaryo bo'yicha to'liq samoy biznesini biz ustanovka qilib beramiz. Ancha joyga bir oyda 24-25 ta samoy biznesini ochishga yordam beramiz. Undan tashqari bizda 100 dan ortiq tayyor bizneslar bor Roman kompaniyasida. Kelib, agar pulingiz bo'ladigan bo'lsa, pulingiz bo'lmaydigan bo'lsa ham, kelib bemalol bizni do'konimizga keladigan bo'lsanglar, muddatli to'lov evaziga sizlarga shunaqa kichik bizneslarni tayyorini beramiz, idealarigacha beramiz. Faqat olib ketish kerak bo'ladi u bizneslarni. Chunki bizda har xil biznes g'oyalar bor, lekin uni reallashtiradigan insonlar yo'q. Agar pulingiz bo'ladigan bo'lsa, bo'lmaydigan bo'lsa ham aytib o'tib ketganimdek, bemalol bizni do'konimizga tashrif bering. Sizlarga to'liq yordam beramiz biznes qilishingizda. Ijtimoiy tarmoqlarimiz bizni Instagramda, Telegramda kuzatishni unutmang. Pastda sahifalarimizni silkalarini qoldirib qo'yamiz. Keyingi videoda esa ushbu qurilmamizni obzorini qilamiz. Bu juda ham santexnika akalarimizga kerakli bo'ladigan qurilma. Bu video haqida esa to'liq keyingi videoda ko'rishingiz mumkin. Usta akalar, qaranglar. Bittanisi aytish esimdan chiqib ketibdi. Mana bu yerda 12 voltlik, 24 voltlik indikator turibdi, ko'rgan bo'lsanglar. Agar bu indikatorni 12 ga o'tkazadigan bo'lsanglar, ya'ni 12 voltlik akkumulyator zaryadka qiladigan bo'lsanglar, 0.5 amperdan 5 ampergacha ko'tariladi. Ya'ni amperni bu yoqdan plyusda nastroyka qilib ketsanglar bo'ladi. Har bir 0.5 amperda ko'taradi. Mana 2,5, 3, 3,5, 4 amper mana shunaqa. Agar 24 ga o'tkazadigan bo'lsanglar buni 24 voltli akkumulyator, ya'ni katta mashinalar, furalari, KAMAZlar akkumulyatoriga o'tkazadigan bo'lsanglar 6 ampergacha zaryadka beradi. Ya'ni 6 amper menimcha juda yaxshi. Keyin yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Qolgan zaryadlash qurilmalariga nisbatan buni sifati yaxshiroq. Ya'ni qolgan akkumulyator zaryadchilarni ham biz tekshirib ko'rganmiz, lekin buni sifati yaxshiroq zaryadga berishi, u akkumulyatorni o'ldirib tashlamaydi, xullas, mazza qilib ishlatsa bo'ladigan apparat. Endi mahallaga agar servis bo'ladigan bo'lsa, bitta qo'yib olishni maslahat beramiz. Shu narsadan bari kerak bo'ladi. Qish kunlari juda zo'r ish beradigan narsa. Arzimagan o'zi 598 ming turadi. Lekin xudo xolasa bir sezonni o'zida, bir sezon emas, 3-4 ta klient agar yaxshi jirni klientlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pulni chiqarib olsanglar bo'ladi. Oddiy avtomobillarga ham olib ishlatish mumkin. Bu narsaga men bitta Instagramga short video oldim. Lichna o'zimni boshimdan o'tgan qish kunida hamma ko'rgan bo'lsa kerak. Qor yoqqanda o'sha vaqtda o'zimni mashinam akkumulyatori o'lib qoldi. Sezon qish kelganda o'zi bilinadi. Akkumulyatorlar o'lib qoladigan akkumulyatorlar aniq bo'lib qoladi. O'shanaqa vaqtda o'zim boshimdan o'tdi, akkumulyator o'lib qolganda mashinani surishga odam yo'q, boshqa yo'q, qor bosgan, xullas juda qiynaldim. Agar pulim bo'lganda edi, jon deb mana shu 600 mingga bo'lsa, 700 mingga bo'lsa ham shu apparatni olgan bo'lardim. O'sha vaqtdagi o'zimning holatimdan kelib chiqib aytyapman. Ya'ni birovga ishing tushmasin dedi-ku, shunaqa. Birovlarga ishinglar tushmasin, olib qo'yinglar, xudo xolasa ish beradi baribir.